Hamma sons tramblyor deydi. Nima o'zi? Shuni bilingki, bu tizim eng ibtidoiy yonish tizimi. Kalitni buraysiz. Hammasi 12 voltlik akkumulyatordan boshlanadi. Kalit bu выключатель, ya'ni tokni akkumulyatordan g'altaga o'tishini ta'minlaydi. G'altaga esa ko'chadagi transformatorga o'xshatsa bo'ladi. 12 voltni olib, uni 10 mingdan 30 ming voltgacha ko'tarib beradi. Chunki svechada uchqun bo'lishi uchun juda yuqori kuchlanish kerak. Xullas, shu uchqun g'altakda paydo bo'ladi. Undan tok o'tsa magnit maydon hosil bo'ladi. Keyin u to'satdan kollapsga uchrab, tok qayerqadir chiqib ketishni izlaydi. Shu paytda tramplyor sahnaga chiqadi. Tramplyor ichida esa mexanik kontaktlar bo'ladi va uchi raspredvalga ulangan bo'ladi. Shuni deb kaplar va Porsche qaysi pozitsiyada ekanligini bilib oladi. Kontakt ochilishi bilan uchqun silindrga provodalar orqali ketadi. Ya'ni tramplyor uchqunni g'altakdan katta kuchlanishda o'ziga olib, uni silindrga tarqatib beradigan distribyutor ekan. Hammasi toza mexanika. Kompyuterdan asar ham yo'q. Sizni mashinangizda old school kamoroda yo'q, eng zamonaviy bobinali yonish tizimi bor. Mabodo kuchlanish tushib ketib, mashina tortmayotgan bo'lsa, bobinasi